Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda elektr va gaz uchun oldindan to'lov qilinsa, eski tariflar vaqtincha saqlanib qoladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari oshiriladi. Biroq oldindan to'lov qilingan iste'molchilar uchun eski tariflar ma'lum muddat davomida amal qiladi. Energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, maishiy iste'molchilar elektr va gaz uchun yetarli miqdorda avans to'lovi qilsa, 2 oygacha eski tariflardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Biznes va boshqa yuridik shaxslar uchun esa ushbu muddat 1 oy etib belgilangan. Muhim shart: foydalanuvchi oldindan to'lagan hajmdan ortiq elektr yoki gaz ishlatmasligi kerak. Limitdan oshirilgan qism yangi tarif bo'yicha hisoblanadi. Misol uchun, agar fuqaro 1-iyungacha elektr energiyasi uchun oldindan to'lov qilsa va uning iste'moli ijtimoiy me'yor doirasida qolsa, u avgustgacha eski tarif bo'yicha foydalanishda davom etishi mumkin. Agar avans to'lovi amalga oshirilmasa, iste'molchi yangi tariflar asosida ko'proq to'lov qiladi. 1-iyundan elektr energiyasi bo'yicha yangi tariflar. Oddiy aholi uchun 200 kWh-gacha 650 so'm, 201 kWdan 500 kWh-gacha 900 so'm, 501 kWdan 1000 kW-gacha 1100 so'm, 1001 kWh-dan 5000 kWh-gacha 1600 so'm, 5001 dan 10000 kWh-gacha 1900 so'm, 10000 kWh-dan yuqori elektr energiyasi ishlatilganda 2200 so'mdan to'lanadi. Elektr plitasi bilan jihozlangan ko'p qavatli uylar va yotoqxonalarda 200 kW-gacha 325 so'm, 201 dan 500 kWh-gacha 450 so'm, 501 dan 1000 kWh-gacha 550 so'm. Tabiiy gaz tariflari aholi uchun ijtimoiy me'yor doirasida isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa mavsumlarda 100 kub metrgacha, 1 kub metr uchun 1100 so'm. Me'yordan ortiq iste'mol uchun 501 dan 2500 kub metrgacha 2000 so'm, 2501 dan 5000 kub metrgacha 2300 so'm, 5001 dan 10000 kub metrgacha 2700 so'm, 10000 kubdan yuqori 3300 so'm. Avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalari uchun tarif esa 2700 so'mgacha oshiriladi. Xulosa qilib aytganda, 1-iyundan elektr va gaz narxlari oshiriladi, ammo oldindan to'lov qilingan fuqarolar va biznes vakillari ma'lum muddat davomida eski tariflardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.